Assalomu alaykum. Efirda Bebaho boylik tok-shousi bilan studiyada boshlovchi Shahzoda Norqulova. Bugun ham salomatligimiz borasidagi muhim bo'lgan mavzularda shifokor bilan birgalikda fikr mulohazalar yuritishda davom etamiz. Darvoqe biz to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Agar siz bizni tinglayotgan yoki televizor orqali tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta biz bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun 72 kodi bilan 226 08 41 raqamlariga sim qoqing va savolingiz bo'lsa albatta yo'llang. Shifokorimiz atroflicha javob berishga harakat qiladi. Yoz o'zining betakror tarovati bilan insonga xush yoqadi. Bu faslda ko'pchilik tabiat qo'ynida orambaxsh suv havzalari bo'yida yoqimli hordiq chiqarishni istaydi. Ammo shunday maroqli damlarda quyosh nurlari ostida uzoq vaqt bo'lish turli noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Jumladan insonning terisi kuyishi yoki oftob urish holati kuzatiladi. Bu esa sog'ligimiz uchun juda xavfli sanaladi. Xalqimiz orasida shunday gap bor: yozda quyosh nurlarida toblangan inson qishda kasal bo'lmaydi deyishadi. Lekin quyoshda toblanishning ham o'ziga yarasha tartib qoidalari bor. Bugungi dasturimizda shu haqida so'z yuritamiz. Studiyamizga Jizzax shahar 2-oilaviy poliklinikasi shifokori Laziza G'aybullayevani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamasdan studiyamizga aynan mana shunday jazirama issiq bo'lishiga qaramasdan yetib kelganingiz uchun katta rahmat. Xabaringiz bor, ayni kunlarda yurtimizda biroz havo harorati ko'tarilgan. Bu esa insonlarga o'zgacha noxushliklar keltirib chiqaryapti. Har qachongidan ko'ra yuqori darajadagi ob-havoda harakatlanish va ko'chada o'z yumushlarimız bilan band bo'lishga ba'zida majbur bo'lib qolyapmiz-da. Aynan mana shunday holatda biz nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Umuman olganda, quyosh nurining salomatlikka qanday foydali va zararli jihatlari bor? Shu haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor aytishim kerakki, hozirgi kunda kuzatilayotgan, o'lkamizda kuzatilayotgan anomal issiq havo nafaqat noqulaylik, balki tibbiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Anomal issiq havoda organizm ter chiqarish bilan birgalikda eng muhim elektrolitlar, natriy, kaliy va boshqa muhim elektrolitlarni ham yo'qotadi. Bu esa bir qancha tibbiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Foydali tomonlarini so'radingiz. Quyosh organizmga har doim, har qachon kerak hisoblanadi, chunki unda kerakli eng muhim vitamin D3, ya'ni xolikalsiferol sintezlanadi. Shu sababli kunning ma'lum bir qismida organizm quyosh ko'rish kerak baribir. Lekin hozirgi anomal issiq havoda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlarni aytib o'tmoqchiman. Bularga men aytishim kerakki, kun davomida inson juda kam-kamdan ko'p suv ichib turishini tavsiya qilaman. Undan tashqari bosh kiyimlardan hamda boshqa quyoshdan saqlovchi vositalardan foydalanishlarini so'rab qolaman. Undan tashqari bu issiq havoda alkogol hamda boshqa kofeinli energetik ichimliklarni ichib turishni cheklashlarini ham so'rab qolgan bo'lardim. Albatta, har qanday ob-havoda ham havoga mos tarzda harakatlanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni iste'mol qiladigan taomlarimiz va egnimizdagi kiyimlarga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, dasturda davom etamiz. Oftob urishi orqali kelib chiqadigan noxush holatlar nimalardan iborat bo'ladi? Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Oftob urishi bu tibbiy kasallik hisoblanadi, tibbiy holat hisoblanadi, kasallik emas. Bu holatda qanday belgilar paydo bo'lishi mumkin organizmda? Xo'p, birinchi o'rinda teri qizarishi, juda ko'p issiqlik ajralishi, quruqlashishi, undan tashqari bemorda bosh aylanishi, hushdan ketish, hatto nafas hamda yurak urishini tezlashi ham kuzatilishi mumkin. Bu paytda tezda bemorni salqin joyga olib o'tish, sovuq kompresslar qo'yish hamda tez tibbiy yordam brigadasini chaqirish tavsiya qilinadi. Albatta. Dastlabki klinik belgilari unda qanday kechadi? Biz ba'zida oftob ostida baribir kunlik yumushlar bilan band bo'lamizda, bizni oftob urayotganligini payqamasligimiz mumkin. Lekin ma'lum vaqtdan so'ng u aynan bizning sog'ligimizga zarar yetkazganligini payqaymizda. Bu qanday boshlanadi? Klinik belgilari nimalardan iborat bo'ladi? Biz qanday holatlarda aynan bizni oftob urganligini payqashimiz mumkin bo'ladi? Eng birinchi belgisi bu holsizlik, juda kuchli holsizlik. Juda ko'p 2-3 soat davomida bu anomal issiqda ko'chada yurgan odam sezmasligi mumkin. Uyga kelgandan keyin bosh aylanishi, holsizlik, ko'ngil aynish kuzatilishi mumkin. Bu paytda shifokorga murojaat qilishni tavsiya qilaman.
chunki holsizlik faqat holsizlanib yuribman deb bemor klinik belgilarga e'tibor bermasdan jiddiy oqibatlarga sabab bo'lib qolganda yordam bera olmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun demak o'zimizda mana shunday holatlarni payqadikmi tezda shifokorga murojaat qilishimiz va har qanday holatni oldini olganimiz ma'qulroq bo'ladi. Kunning issiq damlarida qanday ovqatlanish lozim bo'ladi? Shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Bu anomal issiqda tavsiya beradiganim uglevodlardan ko'ra oqsilga boy mahsulotlarni yeyish, ko'proq suyuqlik kun davomida iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Ko'pchilik eng muhim hech kim ko'pchilik payqamaydigan fakt bu organizm qachonki chanqagandagina suv ichish kerak deb hisoblashadi ko'pchilik. Bu fikrga oydinlik kiritib ketmoqchiman. Chanqash bu allaqachon organizm suv yo'qota boshlaganligining belgisi hisoblanadi. Shu sabab chanqashni kutmasdan kun davomida ko'p oz-ozdan suyuqlik ichib turishni tavsiya qilaman. Oftob urgan insonga birinchi yordam qanday beriladi? Birinchi yordam ignadagi kiyimlarni yengillashtirish, undan tashqari organizmga suyuqlik ulash, tomchi ko'rinishida suyuqlik ulash hamda qolgani shikoyatlarga qarab belgilanadi. Ko'ngillanish bo'layotgan bo'lsa to'xtatiladi, terlash kuzatilayotgan bo'lsa yoki teri qizarish bo'ladigan bo'lsa, uni yana dermatovenerolog ko'rib tavsiyasini beradi. Nafas qisish holatlari kuzatilishi mumkin. Ba'zida holsizlik juda ham kuchli unda kuzatilib, o'zini juda ham yomon his qilayotgan bo'lsa, albatta uni egnidagi kiyimlarga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Agar nafasini qisayotgan kiyimlar bo'lsa, tezda tugmalarni bo'shatib, aynan ularni nafas olishlari uchun sharoit yaratib berish kerak bo'ladi. Va bu holatni menimcha har bir yurtdoshimiz bilishi kerak. Chunki istaymizmi yo'qmi, bugungi kunda bizda mana shunday anomal issiq holatlar kuzatilyapti va atrofimizda kimdir oftob urish natijasida og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin. Ana shunda biz ularga tez yordam ko'rsatish, birinchi yordamni ko'rsatish maqsadida ushbu usullarni bilganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ba'zida yosh bolalarda ham oftob urish holati kuzatiladi-da. Kattalarga nisbatan yosh bolalarda bu biroz og'irroq ketishi mumkin. Ular o'zidagi bor holatni bizga yetkazib bera olmaydi, tushuntirib bera olmaydi. Ana shunday holatda ota-onalar, yosh kattalar nimalarga e'tibor qaratish kerak va ularga birinchi yordam qanday ko'rsatiladi? Bunda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlardan aytib o'tganingizdek, birinchisi bu yosh bola o'zida kechayotgan klinik o'zgarishlarni sezmasligi mumkin, shikoyat qila olmasligi mumkin. Ikkinchi jihat esa e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat, kattalarga nisbatan yosh bolalar tezroq suyuqlik yo'qotadi hamda bunga sezuvchan. Shu sababli hozirgi kunda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, maktabgacha ta'lim muassasalari hamda bog'chalar yopildi. Hamda ularni hozir kunni aynan 11 hamda 17:00 oralig'ida ko'chaga chiqishi ota-onalar tomonidan nazoratga olinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tez tibbiy yordam ko'rsatish, bemor bolani salqin joyga olib o'tish, kiyimlarni bo'shatish, ko'proq suyuqlik berish, sovuq kompression kompresslar o'rnatish hamda tez tibbiy yordam brigadasiga murojaat qilishdan iborat. Avvalambor farzandlaringizni kunning issiq paytida ko'chaga chiqishini taqiqlashingiz kerak va nazoratda bo'lgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Imkon qadar ularga ko'proq suyuqlik berishga harakat qiling va salqin joyda ularga ba'zi bir o'yinlar bilan mashg'ul qilgan holda saqlab turganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz esa dasturimizda davom etamiz. Eslatib o'tamiz, bu jonli efir. Agar sizda ham savollar tug'ilayotgan bo'lsa, 72 kodi bilan 226 08 41 raqamlariga sim qoqing yoki Jizzax pastki chiziqcha radiosi Telegram bot manzilimiz ham ishlab turibdi. Albatta, bugungi anomal issiqda sizda ham savollar tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Aynan mana shu manzillarimizga SMS tariqasida ham savollaringizni qoldirish imkoniga egasiz. Oftob urishini oldini olish uchun kiyimlarimizda biz nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Ba'zida biz bilamizki, bee'tibor kiyinishga harakat qilinadi. Ko'pincha ko'p yurtdoshlarimizda oddiy qilib aytadigan bo'lsak, topganini kiyishga harakat qiladi. Lekin aynan anomal issiqda kiyimlarimizga ham alohida e'tibor qaratishimiz lozim. To'g'rimi? Albatta, bu fikringizga qo'shilaman. Avvalambor yengil, och rangli hamda tarkibida paxtaning foiz miqdori yuqori bo'lgan kiyimlarni kiyishni tavsiya qilaman.
Ba'zida majbur bo'lamizki, anomal issiq kuzatilayotgan bo'lsa-da, biz uzoq yo'lga tushishimiz kerak bo'lib qoladi. Aynan mana shu holatda nimalarga e'tibor qaratish kerak va issiqda uzoq yo'lga otlanayotgan yurtdoshlarimiz iste'mol qiladigan taomlarida nimalar muhim hisoblanadi? Shu haqida ham qisqacha tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor uzoq yo'lga chiqayotganlarga bu qarorni yana bir marta o'ylab ko'rishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Agar uzoq yo'lga chiqishga majbur bo'ladigan bo'lsangiz, bu birinchi o'rinda transport vositasini to'g'ri tanlashingizni tavsiya qilaman. Transport vositasi salqin, qulay, hamda uzoq yo'lga moslashgan transport vositalaridan foydalaning. Undan tashqari yoningizda juda muzdek bo'lmagan, xona harorati 18-22 gradus oralig'idagi temperaturada saqlangan suv olib yurishingizni tavsiya qilaman, chunki juda sovuq suvlarni ichish ham organizmga katta stress berishi mumkin. Bu esa chanqash markazlarini avvalgiga nisbatan kuchliroq qo'zg'alib ketishiga sabab bo'ladi. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, iloji boricha yengilroq, oqsilga boy ovqatlardan iste'mol qilishingizni so'rab qolaman. Albatta. Davom etamiz. Ayni payt bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz bizga SMS tariqasida ham savollarni qoldiryapti. Keling, ularning savollariga ham birgalikda javob berib o'tamiz. Demak, assalomu alaykum. Ismim Bahodir deganlar. Ko'pchilik quyosh nuridan saqlanish uchun qatiqdan foydalanish kerak deydi. Bilamizki, qatiqda zardob bor. Zardob esa issiqda biroz aynigan bo'lishi mumkin. Menimcha, issiqda qatiq iste'mol qilish bu zararli bo'lsa kerak. Shu haqida shifokor fikrini bilmoqchi edim deb yozib qoldirgan. Iste'mol qilish deganda uni ichishni nazarda tutyaptilarmi? Bu issiq havoda sut mahsulotlaridan foydalanishni o'zi avvalambor o'ylab ko'rish kerak. Chunki tez tarkibi o'zgaradigan, tez ayniydigan mahsulotlar sirasiga kiradi. Muzdek, hali chanqoq bosadigan, chanqoq bosadigan darajada muzdek qatiqdan iste'mol qilish zarar bo'lmaydi. Albatta uni saqlanish tartib qoidalariga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, yana bizda savollar bor. Dilshodaman deganlar, quyoshdan toblanishning tartib qoidalari qanday bo'ladi? Kunning qaysi paytida quyoshda toblangan ma'qulroq? Issiq kunlarda bolajonlarimiz ko'proq suv havzalarida bo'lishga harakat qiladi. Bizga qanday tavsiya berasiz deb yozib qoldirgan. Avvalambor kunni vaqtiga e'tibor bering. Ertalab soat 11 gacha bu foydali quyoshdan toblanish vaqti hisoblanadi. Iloji boricha soat 11 dan keyin quyoshda toblanishni tavsiya qilmayman. Suv havzalariga keladigan bo'lsak, suv havzalarida hozirgi paytda yopiq suv havzalaridan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Kunning qizigan paytida, ayni kun qizigan paytida suvda, ya'ni ochiq suv havzalarida bo'lish ham bu juda ham xavfli hisoblanadi. Lekin ko'p kuzatamizki, ayni paytda bolajonlarimiz ham yozgi ta'til damlarida va ko'proq suvda bo'lishga, ariqlarda, qanaqadir oqar suvlarda bo'lishga harakat qilishadi. Bu siz uchun va sizni yaqinlaringizga ziyon keltirishi mumkin. Shuning uchun aynan tavsiya qilingan hududlarda cho'milishga harakat qilganingiz ma'qulroq. Xo'sh, yana bir yurtdoshimiz Dilmurodman deganlar, kun qanchalik issiq bo'lmasin, biz baribir o'z yumushlarimiz bilan ko'chaga chiqamiz. Kunning issiq damlarida esa ko'p chanqaymiz, ko'proq suyuqlik iste'mol qilamiz. Aynan issiq kunlarda qanday suyuqliklarni iste'mol qilganimiz chanqoqni bosadi. Biz esa ko'pincha gazli mahsulotlarni iste'mol qilamiz deb yozib qoldirgan. Tarkibida mineral moddalari ko'p bo'lgan suvlarni ichishni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda dorixonalarda juda ko'p sotilyapti. Mineral suvlar, Rio suvlar, O'rsa suvlar, shularni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu tarkibida muhim kerakli tuzlar mavjud bo'lgan suv hisoblanadi. Tez chanqashga ham sabab bo'lmaydi. Agar imkoniyatingiz va ilojingiz bo'lsa, shunday suvlarni ichishni tavsiya qilaman. Issiq kunlarda menimcha yaxtek bo'lsa ham, ya'ni muzlatilgan bo'lsa ham gazli suvlarni iste'mol qilish menimcha juda ham zararli hisoblanadi. Imkon qadar bu holatni takrorlamaganingiz ma'qulroq va tavsiya etilgan chanqoq bosadigan suyuqliklardan foydalanganingiz ma'qul bo'ladi. Xo'sh, meni terim juda ham ta'sirchan, quyosh nuriga menda allergiya qo'zg'aladi.
anomal issiqda esa umuman ko'chaga chiqa olmayman, juda ham qiynalaman. Menga qanday maslahat berasiz? Qanaqadir surtmalar bormi, mazlar bormi deganlar aynan shulardan foydalanib ishga borsam bo'ladimi deb yozib qoldirgan. Albatta, juda o'rinli savol. Men bu savolingizga atroflicha javob berishga harakat qilaman. Quyoshdan hozirgi kunda himoyalanish uchun yangi avlod quyoshdan saqlovchi vositalari chiqqan. O'zi quyoshdan saqlovchi kremlar, vositalar ikki turga bo'linadi. Bular fizik hamda kimyoviy hisoblanadi. Ya'ni bir turi quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlarni teriga singishiga yo'l qo'ymasa, ikkinchisi teriga singishiga yo'l qo'yadi, lekin uni o'zi qayta ishlab sog'lom nurga aylantirib organizmga yo'llaydi. Shu aynan nafaqat anomal issiqda, oddiy kunlarda ham quyoshdan saqlovchi kremlardan foydalanganingiz ma'qul, chunki quyoshda sizga allergiya kuzatiladigan bo'lsa, bu juda ham muhim hisoblanadi. Undan tashqari soyabon, ko'zoynak, bosh kiyim va boshqa quyoshdan saqlovchi vositalardan foydalaning. Har qanday holatda ham kasallikni va organizmimizda yuz beradigan noxushliklarni oldini olishning eng maqbul yo'llaridan biri sog'lom turmush tarziga amal qilish. Aynan yozning jazirama issiq kunlarida sog'lom turmush tarziga qanday amal qilishimiz mumkin? Shifokor sifatida tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Sog'lom turmush tarziga e'tibor berish albatta to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri uyqudan boshlanadi. Undan tashqari ko'proq suyuqlik ichib turishga, quyoshga soat ertalab 11 dan kechki 5 oralig'ida iloji boricha chiqmaslikka harakat qilishingizni tavsiya qilaman. Albatta. Ayni payt bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Studiyamizga tashrifingiz, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Shifokorlarimiz oftob urgan kishilarga bir necha kunda albatta salomatligini tiklash uchun shifoxona sharoitida yotib davolanishni tavsiya qilishadi. Chunki xasta odamning asab, qon aylanishi va organizmdagi boshqa bir qator biokimyoviy reaksiyalarning tiklanishi uchun bir necha kun kerak bo'ladi. Agar sizda shunday holatlar kuzatilsa, albatta shifokorga murojaat qiling, ularning tavsiyasiga asosan davolanishga harakat qiling. Bu holatlarga aslo befarq qaramang. Aslo oftob urishiga siz yo'l qo'ymang va shifokorlarimiz bergan tavsiyalar asosida aynan kunning issiq paytida ko'chaga otlanadigan bo'lsangiz, kiyimlaringizga va iste'mol qiladigan taomlaringizga alohida e'tibor qarating. Bugungi dasturimiz orqali sizga bermoqchi bo'lgan tavsiyalarimiz, ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, har qanday holatda ham salomatligimiz o'zimiz uchun muhim ekanligini unutmaymiz va aynan shifokorlarimizning tavsiyalari asosida yozning issiq kunlarini ham maroqli o'tkazishga harakat qilamiz. Yana dasturlarimiz orqali ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.